Ong osti bilan ishlash metodikam hali O'zbekistonga kirib kelmagan. Juda ham ko'pchilik hozirgi kunda ong ostini o'zgartirish bo'yicha, dasturlash bo'yicha juda ham ko'p psixologlarga boradi, o'zini ustida ishlaydi, turli xil kitoblar o'qiydi. Misol uchun inson boy bo'lishni niyat qildi, ko'p daromad qilishni niyat qildi. U harakat qiladi, biznes treninglarga boradi, nimandir loyihani amalga oshiradi. U o'ylagan natijaga erisha olmaydi. Sababi insonni chuqur ong ostida uni to'xtatib turadigan, qo'lida chotki dasturi bor, deylik seryozni odamcha bor. Uni qo'lida sanga mumkin emas, boy bo'lish mumkin emas, boylar faqat harom yo'l bilan pul topadi, pul harom degan dasturlari bor, deylik o'sha seryozni odamchani. Qancha harakat qilmang, bu insonni qo'lidagi dastur o'zgarmas ekan, uni harakati befoyda. Baribir aylanib eski holatiga qaytib tushib qoladi. Meni yo'nalishim yuzaki aqlan ishlash emas, aynan o'sha instruksiyani o'zgartirish. Ong ostiga tushib borib, qachon bu instruksiya yozilgan, qachon o'sha og'riq paydo bo'lgan, kim uni yozgan, o'sha qo'lidagi dastur o'zgarar ekan, bo'ldi, undan keyin insonning hayoti o'zgaradi.